Assalomu alaykum qadrdonlar. Videolarda davom etamiz. Bugun comfort zone haqida gaplashmoqchi edim. Comfort zone juda ham chiroyli eshitiladi. Har bitta kompaniyalarda bu narsa katta muammolar olib keladi. Comfort zonaga kirib qolgan ishchilar. Bugun ertalab ishga kelsam, ko'proq endi ishim claim, ya'ni muammolar bilan bog'liq. Sifat nazorati bo'limida muammolar chiqqanda ularga javob qaytarish, o'sha muammolarni bartaraf etish uchun yoki bo'lmasam xaridorlar bilan ishlash uchun nimalar qilish kerak, shularni amalga oshiraman. Tokio va Osakada naqalarimiz bor, savdo bo'limlarimiz bor. O'sha savdo bo'limlarini savdo menejerlari bilan ishlashga majburman. Ertalab kelsam shu bir muammo bo'lgan, o'sha muammoni ko'rsatib, shuni bartaraf etish uchun bu yoqdagi zavoddagi odamlar bilan ishlashim kerak. Hamohang bir-biriga bog'lab turadigan o'zbek tochkada turaman. Keldim, muammoni olib turib, zavodga chiqib turib, zavoddagi odamlar bilan endi gaplashyapman. Bir ishchiga borsam, endi uni asosiy ishi основной menga yordam berish. Haligi ishchi ishidan zerikkan, keyin haligi nima deydi? Ishini qilgisi kelmayotgan, to'g'ri o'zini ishini qilish kerakligini aytyapman. Men bunaqa ish qilishing kerak, men bu narsani qilib berishing kerak deb aytyapman, lekin qilgisi kelmayapti-da. Qaradimda, bu 100% komfort zonasiga kiryapti bu degan xayol keldi. Ishchilar komfort zonaga tez kirishadi. Ishchilar komfort zonaga tez kirishining asosiy sababi bir xil ishni rutina hisobida qayta bajarishi, keyin o'sha ishdan qaysidir ma'noda zerikishi ham yoki bo'lmasam boshqa har xil sabablar ham har xil holatlar ham sabab bo'lishi mumkin bu narsaga. Ishchilarni komfort zonadan chiqarish uchun nima qilish kerak? Ishchilarni komfort zonadan chiqarish uchun Yaponiyada bitta zo'r usul bor. Bu narsa faqat ishlab chiqarish korxonalarida emas, hamma joyda ishlaydi. Bitta ishchi uzoq vaqt bitta joyda qolmaydi. Ya'ni ishini o'zgartirib turishadi. Oddiy misol, yapon tili maktabida o'qiganimda ham Kocho sensei derdik, ya'ni o'sha naqalarda o'qituvchilarning boshlig'i. Muddatga saylanardi. Minimum 3 yildan 5 yilgacha. Uzoq muddat bitta joyda ishlaydigan odam o'zini ishidan zerikib turib, sekin komfort zonaga kirishni boshlaydi. Shuning uchun ham rotatsiya qilish kerak. Komfort zonadan chiqarish uchun ishchilarni tez rotatsiya qilib turish kerak. Biz kompaniyada ham tez rotatsiya bo'ladi ishchilar, lekin o'sha men ertalab borgan ishchi uzoq vaqt bitta joyda ishlaganligi uchun yanami, nimaga? Shunaqa savollar juda ko'p bo'ladi. Shunaqa savollar juda ko'p bo'lgan ishlarga e'tibor bersangiz, shunaqa savollar ko'p bo'layotgan ishlar albatta 100% o'zining komfort zonasiga kirib olgan bo'ladi. O'zining komfort zonasiga kirib olgandan keyin ularni chiqarish juda ham qiyin. Komfort zonaga kirmasdan oldin harakat qilish kerak deb o'ylayman. Komfort zonadan chiqishda shu aytganim rotatsiya eng asosiy, eng zo'r usul rotatsiya. Har qanaqa holatda ham, masalan, brigadir bo'ladimi yoki bo'lmasam brigadirning yordamchisi bo'ladimi, ishchi bo'ladimi, ko'proq shu brigadani ichidagi odamni yaxshisini brigadirga olib chiqib turib, brigadir lavozimidagi odamni boshqa joyga ishchi sifatida o'tkazish eng zo'r variant deb bilaman. Bizda bu narsa juda ko'p amalda qo'llaniladi. Ya'ni aytaylik 4 yil, 5 yil brigadir bo'lib ishladi yoki bo'lmasam 3 yil brigadir bo'lib ishladida, bitta jarayonni to'liq o'rganib chiqdi. Endi keyingi jarayonga o'tish kerak. Keyingi jarayonni ham o'tkazib turib, unda ham imkoni boricha shu brigadir lavozimigacha sekin pog'ona chiqish. Lekin bitta muammo tug'ilishi mumkin, brigadirdan yuqoriga ketadigan, ya'ni stupenka hisobidan o'sishda brigadirdan keyingi bosqichga o'tadigan ishchilar o'sha brigadirlik qilayotgandayoq o'zi ko'rinib bilinib qoladi. Ya'ni brigadirdan keyingisi aytaylik bo'lim boshlig'i yoki bo'lmasam bo'lim boshlig'ining yordamchisi yoki bo'lmasam aytaylik assistent manager, shunga o'xshagan variantlarni ko'rish mumkin. Bu narsa ishchining qobiliyati, ishchining intellekti, ishchini o'zini tutishi bilan sirazi ko'zga tashlanib qoladi. Shu narsani eplay olmagan odamlar keyingi jarayonda oddiy ishchi sifatida ishlashni boshlaydi. Bu narsa bir tomondan ishchini kibrini ham sindiradi, ikkinchi tomondan o'zini komfort zonasidan chiqishga majbur qiladi. Chunki boshqa muhit, boshqa jarayon, boshqa ishchilar, ular bilan kelishib ishlash kerak. Shuning uchun ham o'zini komfort zonasidan chiqishga majbur bo'ladi.
komfort zonasidan chiqqandan keyin albatta aytaylik oldingi brigadirlik lavozimi yoki bo'lmasa undan yuqoriga ketishni xohlasa yana harakat qilishni boshlaydi. Yana harakat qilishni boshlaganini hisobiga ishchini hech qachon komfort zonasiga tushirmaslikka harakat qiluvchi jarayon o'z-o'zidan amalga oshirilishi boshlanganligini ko'rish mumkin bu narsadan. Komfort zonadan chiqarish kerak ishchilarni. Komfort zonasiga kirgizmaslik kerak. Komfort zonadan imkoni boricha ishchilarni ehtiyot qilish kerak. Ishchilar komfort zonaga kirdimi, buni tushunish kerakki, u ishchidan sizga hech qanaqa foyda yo'q, hech qanaqa aytaylik kompaniyangizga yoki bo'lmasam o'sha brigadadagi jarayonlarga foydasi tegmayotganligini bilish mumkin. To'g'ri, o'zining ishini zo'r qilishi mumkin. O'zining ishini mukammal qilishi mumkin. Lekin xuddi shu mukammal qilayotgan ishini boshqa joyda ham o'rganib, boshqa joyda ham mukammal qilishga sharoit yaratib bersangiz, ishchi tushunishim bo'yicha hech qachon komfort zonaga tushmaydi. Ishchiga challenge berish kerak va o'sha challenjni amalga oshirish uchun ishchi harakat qiladi va imkon qadar komfort zonaga tushmaslikka, o'zini ustida yana ham ko'proq ishlashga harakat qilishni boshlaydi. Komfort zona juda yomon narsa. Bu menimcha ko'pchilik kompaniya rahbarlarining bir og'riqli nuqtasi bo'lsa kerak. Siz kompaniyangizda qanaqa bu narsa? Albatta kommentlarda bo'lishing, yozing. Qiziqarli mavzu deb o'ylayman. O'zbekistondagi komfort zonaga kirib qolgan ishchilarga qanaqa choralar qo'llanilishi men uchun ham qiziq.